Lekin haqiqatda ko'p videolar chiqyapti, mana o'sha dorini ichding, asalari qorishmani yeding, zo'r bo'lib ketding degan. Biz haqiqatda shunaqami ta'siri? Yo'q, mana endi bu tomondan shu doktorimiz haqda ba'zi bir nimalarimiz oshirib yuborishyapti. Reklama qilganda hozir как будто buni olasiz, sotib olasiz, borasiz, bir qoshiq yeysiz, hamma narsa zo'r bo'lib ketadi, hayot go'zal bo'lib ketadi degan anaqa qilishyapti. Hech qaysi aralashma yo'qki, tabiiy vosita yo'qki, uni iste'mol qilasiz, sirazi effektini ko'rasiz degan. Lekin bitta narsani bu yerda to'g'ri aytib ketishimiz kerak. Shu asalarichilarimiz, ya'ni asalarichilar ham yo boshqa giyohdan tabiiy giyohlardan tayyorlayotgan dori vositalarini tayyorlayotganda bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz sekin-sekin inson salomatligini yaxshilashga bu borgan. Bu tabiiy yo'l bilan tabiiy narsalarni iste'mol qilib yurganda kamida foydasini ko'rmagan taqdiringizda ham zararini ko'rmaysizda. Endi ayrim xastaliklar bo'ladi, to'g'ri. Bunga shifokorligi endi biz ham aytsak bo'ladi-ku shifokorlarni. Shifokorlar hozir biz aytmayapmiz, nima kerak bor? Tabiiy sotayotgan qancha bo'lishi mumkin shu sotayotganlar. Bozor, misol uchun shuni bozorni hisoblaymiz-da, давайте farmatsevtikani hisoblaylik. Hozir qancha doktorlarimiz bor, biz aytmayapmiz, doktorlar bu narsani biznesga aylantirib olgan, qaysidir dorini firmalar bilan kelishib olib, qaysidir dorini yozib berish uchun ulardan anaqa qilib bu yerda inson salomatligi ikkinchi o'ringa tushib qolyapti-da, faqat daromad qilish o'sha hattoki shunaqa narsalarni men guvoh bo'lganman. Yaxshi, bu gapim bilan hamma meditsina xodimlarini yomon demoqchi emasman. Ayrimlari shunaqa holatlar borki, o'limi aniq bo'lgan bemorlarni ham juda ham qimmat dorilarni oldirgani holatlariga men guvoh bo'lganman. Shaxsan o'zimizni boshimizdan o'tgan holatlar ham mavjud. Shunaqa holatlar bo'lgan. Bu hozir endi shu bir ikkita asalarichilar yo boshqa giyoh tabiblar chiqib mana bulardan foydalanildi desa, darrov ularni ko'ziga ko'rinib ketib, chiqib shu narsani gapirishayotgani tabiiy mahsulotlar nima qilmaydi, unaqa effekt bermaydi. Biz ham aytmayapmiz, doktorga bormasdan kelib asalga yeyinglar, asal olib faqat nima qilinglar. Lekin asalni kasal bo'lishdan oldin asalarichilik mahsulotlarini, mayli mana shu yong'oqlik, qovoq urug'lik, qora sedanalik, imbirlik, kurkumalik asallarga qorishmalarni iste'mol qilib yursa agar inson, o'sha doktorlarga kamroq ishi tushadi degan ma'noda biz reklama qilamiz hamma mahsulotlarimizni. Va o'sha mahsulotlarimizga men hammani meni kafolat beradi demayman, lekin shaxsan bizni kafolat beramiz. Biz mahsulotlarimizni tabiiyligiga. Shu tomonlama meni o'sha doktorimizni videolarini ham hozir endi qidirib topishni lozim ko'rmadim. Bu aynan shu tabiiy mahsulotlarni yeyishga, tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilishga qarshi bo'lgan shifokorlarimizni xuddi bir konkurensiya his qilgandek gapirishiga men bu raddiyam shu. Rahmat e'tiboringiz uchun.